hayot hikoyasi ko'pchilikni hayratga soladi. Bitta inson qancha qirra, qancha sinov va qancha sabr. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan xabar bom. Bugungi videomizda biz o'zbek san'atida 40 hunar bir jon iborasiga amalda javob bo'la olgan inson, qiziqchi, aktyor, rejissyor, sportchi, tadbirkor va hayot maktabidan o'tgan shaxs Valijon Shamsiyev hayoti haqida so'z yuritamiz. Valijon Shamsiyev 1975-yil 16-yanvar kuni oddiy mehnatkash oilada dunyoga kelgan. Otasi chilangar usta, onasi farrosh edi. Lekin u 4 yoshga to'lganda oila boshiga juda og'ir musibat tushadi. Oilada 6 nafar o'g'il bor edi. Eng katta akasi Anvar, mehribon, a'lochi, barcha ukasiga suyanch. Bir kuni bolalik beg'uborligi katta fojiaga aylanadi. Katta Farg'ona kanali va akasi qaytib kelmaydi. Bu voqea otani so'zdan qoldiradi. 7 kun davomida suvdan chiqmay farzandini izlaydi. Faqat jasad topilgandan keyingina "Shukr, bolamning jonini topdim" deb yana gapirishni boshlaydi. Bu musibat butun oilaning taqdirini o'zgartirgan. Shundan so'ng otasi barcha o'g'illariga suzishni o'rgatadi. Sport bilan shug'ullanishga undaydi, chunki hayotda kuchli bo'lish kerak edi. Valijon Shamsiyev san'atga bolaligidan qiziqqan, lekin bu shunchaki qiziqish emas, ichi-ichidan kelgan chaqiriq edi. Bir kuni poyezdda ketar ekan, o'ziga o'zi niyat qiladi. Men ham katta inson bo'laman, ustoz topaman, san'atda o'z yo'limni qilaman. Ertasi kuni yo'q taqdir uni ustozlar bilan uchrashtiradi. To'ylarda xizmat qila boshlaydi. Qiyin, ba'zan xavfli, ba'zan esa kulgili holatlar. Lekin aynan shu to'ylar uni tomoshabinga yaqinlashtiradi. Bir paytlar hazil uchun aytilgan gap butun zalni kuldirib yuboradi. Shu zahotiyoq uning iqtidori payqaladi. Bir payt kelib, u katta qaror oldida qoladi. Xorijga ketish yoki shu yerda qolib san'at yo'lini tanlash. U tavakkal qiladi, qoladi va aynan shu qaror uning butun hayotini belgilaydi. Lekin bu yo'l oson emas edi. 90-yillar, to'ylar, bezoralar, janjallar, san'atkor bo'lish jasorat talab qilardi. U ham janjallarga duch kelgan, kaltak ham yegan, lekin sport unga suyanch bo'lgan. Hayot uni yana sinaydi. Film suratga olish jarayonida balandlikdan yiqiladi. Oqibatda xotira yo'qoladi. U o'zini tanimay qoldi. 3 oy davomida asta-sekin xotira tiklanadi. Bu ham o'tib ketadi. Bugun Valijon Shamsiyev faqat sahnadagina emas, yerda ham mehnat qiladi. Bog'dorchilik, dehqonchilik uning hayotining bir qismi. Va yana bir hayratli fakt, u o'zbek shou biznesida eng serfarzand insonlardan biri. 2025-yilga kelib u 12 nafar farzandning otasi, 8 qiz, 4 o'g'il. Bu raqam emas, bu mas'uliyat, sabr va taqdir. Bu inson hayoti bitta xulosani isbotlaydi. Og'riqdan qochib bo'lmaydi, lekin undan kuch yasash mumkin. Siz bu hayot yo'li haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.